Va nihoyat Dilshoda yangi uyimizga ko'chib keldik. Gapirmang, biz ham remontli uyda yashaymiz. Hozir shu paytda. Voy, Akam yuborganiga uy ko'rgani keldik. yaxshi keldinglarmi? Xush kelibsizlar. Hali joylashmadi-yu, qayerga keldi bular? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qoldiqda ham hali olganimiz yo'q. Endi olamiz, joylashamiz-da. Yaxshi. Sizlar o'tirib turinglar, men hozir choy damlab kelaman. Bo'yada siz ko'rdingizmi, furchatga ham qilishmabdi. Tashqariga travmatini ham qilishmayapti. Shuncha narsani ichidan choyni qayerdan topaman? Nohaq azoblardan qiynaldi jonim. Iyum qarang, yangi qo'shnimisizlar. Chaynak kerakmi? Birato'la biznikiga ko'chib kelvermabsizlar. Hozir beraman, shashmay tur. Rahmat. Yaxshi keldinglar mehmonlar. Yaxshi, rahmat. Kim keldi, ha? Kim bo'lardi? Bizning uyimizga faqat mehmon keladi, voy. Hozir men ularni kutib olay. Hozir shu paytda yana kim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar kimsizlar? Biz qaynotangizni, xolasini, ammasini, tog'asini, otasini, o'shalarni qizlarimiz. Nima kelishding? Yangi yo'l bilan deb eshitdik. Shunga o'qishga shu yerda qadamoqchimiz. Kelinglar. Qatkeligini aytmadim-u. Yaxshi keldinglarmi mehmonlar? Yaxshi, rahmat. Hamma yaxshimi? Uyda yaxshimi? Bobo yaxshimi? Hamma yaxshimi? Qizim-u! Labbi. Mencha eshitmaysiz? 50 metrdan taqillatdim. Beparasa chol ekan demagin. Chaynagimni olib chiqib ber tezroq. Choyningizni chicha turib olib chiqib bersam bo'lmaydimi? Jicha turib o'zim ham billa chiqib ketsam bo'lmaydimi chaynagim bilan? Yo'q, qayoqqa? Bu onasini unsa, mencha mehmon ko'p. Stadionga futbol ko'rgan kelgan bu. Mana shu uymi yangi uylari? Ha, qali. Eketaj ekan, umuman bo'lmabdi ona qizim. Umuman ikkinchi etaj shamol kelganda uchib ketadi. Chaynagimni olib chiq, basharangga qarasam ham buzilib ketadi. Onasini emsa qo'shnilar mincha pulni qaydan oladi ekan, ha? Qanaqa sindirsam bo'lar ekan bularni? Olib chiq!